Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar. Mana hozir qish fasliga qaramasdan hozir mana yomg'irlar yog'yapti. Xonadonga gazonlar uchun hamda daraxtlar uchun hozir ikkinchi reys 8 tonna biogomos olib keldik, o'xshiq hisobda. Biogomoslarimiz juda ham sifatli, 1,5 yil davomida Kaliforniya chuvalchaklari yeb iste'mol qilgan hamda 0,5 razmer o'tgan. Har qanaqa gullarga, o'simliklarga foydalansa bo'ladi. Har xil turdagi mana mazali daraxtlar bor hamda asosiysi gazonga. Yomg'irdan oldin hozirgi kunda solinsa, gazonni tomirlarini kuchaytirib beradi hamda bahorda tig'iz bo'lib o'sishiga samaradorligini oshirib beradi hamda. Har bitta daraxtimiz tagiga yoshiga nisbatan qarab 5 kilodan 12 kilogacha tavsiya beramiz. Buni sharbatlari tomiriga tushadi hamda tomirni kuchaytirib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham mayin hamda qop-qora. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalar mutlaqo tekin. Hamda Kaliforniya chuvalchaklari ham sotuvda bor.